Uyda bor oddiy narsalardan rivojlantiruvchi o'yinlar o'ynash uchun kartochkalar yasadik, chizdik, bo'yadik va rang-barang harflar va raqamlarni yasab chiqdik. Bir juftdan qilib yasadik. Endi bu kartochkalar orqali xotirani mustahkamlaydigan mnemonika o'yinlarini va boshqa turdagi barcha qiziqarli rivojlantiruvchi o'yinlarni o'ynaymiz bolajonlarimiz bilan birgalikda. Oddiy o'yinlar bolalarni rivojlantiradi, zeriktirmaydi. O'zi bilmagan holatda o'rganganini bilmay qoladi bolalar va xotirasini mustahkamlaydi. Mnemonikani, ya'ni tasavvur orqali eslab qolish qobiliyatini ham oshiradi. Bu esa bolalarni kelgusida til o'rganishda juda katta yordam beradi. Til va fanlarni o'zlashtirishda juda katta yordam tegadi. Bunday qiziqarli o'yinlarni bolajonlarimiz bilan birgalikda o'ynaymiz va rivojlanamiz. Bolajonlar bilan qiziqarli vaqt o'tkazishni xohlasangiz, bizga obuna bo'ling va kuzatib boring. Like bosib, yaqinlaringizga ham uzatib qo'ying.